Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun video efirimizda navbatdagi sonini boshlaymiz va tajribali bog'bonlardan Farg'onalik Abduvohid aka va Qrimdan Rustem akalar bugun Kober 5BB payvanddagi to'g'risida o'zlarining tavsiyalarini beradilar. Biz kutayotgan, biz taklif qilgan va nafaqat biz, sizlar ham taklif qilgan kutayotgan ustozlar ulanishyapti. Efirga chiqish bilan kabinani yoqamiz, tavsiyalarni beradilar. Undan keyin bemalol savol javoblarga o'tishimiz mumkin. Abduvohid aka, yaxshimisiz? Hammalariga xayrli kech, ahli guruhi hammalari yaxshimisizlar, sog'misizlar? Ko'pchilik so'rayapti, yangi navlardan masalan siz 80 xil to'g'risida aytdingiz va 20 xili shaxsan o'zingizga ham yoqqani to'g'risida aytdingiz. Bu yangi navlar to'g'risida aka haqiqatan ko'p. O'zi endi biz 80 xil deyapmiz, u 100 xildan ham o'tib ketdi. Juda ko'p navlar. Chetdan kelgan uzumlar juda murakkab bas ekan. Hammasi ham shu o'zimiz uzumga qanday qarasa, shunday qaraladigan uzumlar ekan hammasi. Ruby roman, shayin muskatlarni ham tepasini qirqib, uchidan jicha qo'yyapti-ku. Bular ham bizda shu holatda ham o'zi voshlari katta, donlari endi o'rtacha-yu, bizni uzumlarga qaraganda yiriroq bo'ldi. Ruby roman o'tgan o'zimizda hosil qildi. Bundaga ham juda betakror. Buni men bir pishgan qovunga ham o'xshatdim, hali olchaga ham o'xshatib yubordim. Bir aylanib kelib yeyman, ta'mini topolmayman. Hali ham topolganim yo'q o'sha ta'mni. Hozirgi kunga kelganda mana Avatar chiqdi, Lamborghini, mana ko'p, juda ko'p kishmish navlar olganmiz. Bularda endi ustunlik tomonlari bir xilisiniki shundayki, sal kechroq pishadi, qarsilloq, keyin xolodilnikda ham uzoq turadigan navlarni olganmiz. Saqlagani ham. Keyin bir xilgi navlar mayiz qilgani olingan. Endi aka tavsiyalar, birinchi o'rinda biz payvanddagi koberdan foydalanishimiz kerak. Bu endi o'zimizni bog'larimizni kelajagi uchun bu. Keyingi tavsiyam ko'proq urug'siz navlarni ekish kerak. O'sha kishmishlarni. Ekkanda ham o'sha ham eksport bor, ham shu quritsa mayiz bo'ladigan navlarni ekish kerak. Shu tagini kober qilib turib, tepasini shu urug'siz kishmish navlarni ko'paytirishimiz kerak. Bu nimaga desiz, endi bizni uzumlar faqat shu Rossiya, Qozog'iston emas, endi Yevropaga ham chiqish kerak. Endi biz uzumlar. Endi mana O'zbekistonda hozir oltiariq tajribasi o'rgatilsin deb mana prezidentimiz o'zi tashabbuslari bilan boshlangan ish bor, mana buni hamma biladi. Endi biz buni oqlash uchun o'sha Yevropaga chiqadigan, o'sha dunyo bozorlarida o'rni bor navlarni ko'paytirishimiz kerak. Men shunday deb o'ylayman endi. Kober 5BB ni ustiga payvand qilingan narsa haqiqatdan ham kuchlik o'sadi, o'sishi kuchlik bo'ladi, hosildorligi ortiqcha bo'ladi. Mana shuni hisobiga olib, kaltaklar ham yaxshi pishadi. Yaxshi pishgan sog'lom uzum, uni ham sovuqqa chidamligi, kasallikka chidamliklari ham ortiqcha bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bitta savolim bor edi. Men yashayotgan hududda, men yashayotgan viloyatda, men yashayotgan tumanda uzumlar tepada qilinadi. So'rtoy deyiladi, har xil nom aytiladi. So'rtoyda qilinadi. Misol uchun 5 metr, 6 metr, hatto 7 metr qancha balandga ko'tarsa, shuncha yaxshi chiroyli turadi bizda. Ko'chalarda yo'llarimiz ham, mashina o'tadigan yo'llar ham to'nni uzum qilinadi. Bitta muammo tug'ilyapti. Anamal sovuqda biz ko'nmaymiz. Anamal sovuqda sovuq urgandan keyin mana necha yil o'tib ketdi. Hali ham tepaga chiqara olmadik uzumni. Mana bu yildan boshlab chiqarilyapti. Shunga men hozir kober ekkanman, men o'zim kober ekkanimdan keyin tepadan payvand qilyapman. Lekin bitta narsa shubhalantirib qo'ydi meni. Bir ishtirokchimiz bor ekan guruhimizda, bir kuni kirdida, u aytayaptiki, kober 5BB deyapti, pastdan 1 qarich, 2 qarich, xullas 1 metrgacha ulasa ser hosil bo'ladi, kuchli bo'ladi deyapti. Lekin tepadan payvand qilsa deyapti. Tepadan payvand qilsa
hosiliga ham zarar qilyapti, past beryapti hosilni. Umuman effekt yaxshi bo'lmayapti deyapti. Mening savolim shundan iboratki, biz masalan meni so'rtogim 4 metr 5 metr tepada. Hozir o'stiryapman, ko'bellarim 6 metr 7 metr bo'lib o'sib qoldi. Tepadan payvand qilmoqchiman. Biron joyda bironta ma'lumot o'qiganmisiz? Shunaqa tepadan payvand qilsa hosiliga zarar qiladi degan biron narsa bormi? Shu haqda so'ramoqchi edim. Yo yo'qmi, qizig'i yo'qmi, Kober qayerdan payvand qilsa ham? Savol endi qarang, javob beraman. Bu haqida men bir ikki marta savolga javob berganman, yana takrorlayman. Tomir sistema bor, uzumda tomir sistemasi Kober 5BB. Tepasiga payvand qilgan naviz, masalan, Husayni, bu yeydigan naviz. Mana shu payvand qilingan joyi bu kranikka o'xshagan narsa. Uni farqi yo'q. Tepadagi Husayni tuproqqa tegmamaslik kerak, o'zini tomiriga o'tib ketmamaslik uchun. Kober 5BB tomirga tuproqqa tegiladi, tepasi qismi payvand qilingan joyi. U 5 sm tuproqning ustidami, 10 metr tepadami farqi yo'q. Farqi faqat nimada bo'lishi mumkin? Bu uzumni texnologiyasiga bog'liq. Agardim siz uzumni qishga ko'mmaydigan bo'lsangiz, xohlagan joydan payvand qilaverasiz. Masalan, yerni ustidan 5 sm, 10 sm o'sdimi tepadan, shu yerdan payvand qilasiz, tepasida sizga masalan yangi nav shu Husayni bo'ladi. Agardim siz u uzumni ko'madigan bo'lsangiz, qishga ko'madigan bo'lsangiz, tepasidan payvand qilganingiz ma'qul. Sababi payvand qilingan joyi baribir ekkan paytingizda sinib ketishi mumkin. Faqat mana shu tomoniga e'tibor berish kerak xolos. Lekin tepadan payvand qildingizmi Koberda? Yerni ustiga payvand qildingizmi? Farqi yo'q. Hosildorligi umuman farq bermaydi. Chunki yana takrorlayman, oddiy tushuntiradigan bo'lsak, yerni tagidagi bo'lgan Kober tomiri, tepasida yangi nav, payvand qilingan joyi bu kranik. Bu Kober 5BB boshqa payvandak. Payvand qilingan joyini farqi yo'q. Faqat qishga ko'miladigan texnologiyasiga bog'liq. Har safar tajribali bog'bonlar qayta tavsiya beryapti. Albatta payvandak sifatida Kober 5BB ni bekorga berilayotgan yo'q. Bu tavsiya payvandak sifatida foydalaninglar deb. Men bilamanki, sizlar mana ko'chat yetishtirganda juda ham ko'p e'tibor beryapsizlar va aynan Kober 5BB ga payvandak sifatida foydalanib boshqa navlarni ulayapsizlar. Sababi O'zbekistonda filakseriya degan zararkunanda kelishini oldini olish, yo'l qo'ymaslik va mabodo qaysidir sabab bilan Alloh asrasin kelib qoladigan bo'lsa, demak gektar tokzorlar Yevropaga o'xshab zararlanib yangilashga to'g'ri kelib qolmasin. Bizni usta bog'bonlarimiz asrlar davomida bu bog'dorchilik, uzum yetishtirishni tajribasini bilib kelgan. Shuning uchun oldinda boshqa davlatlarda bo'lgan noxush voqealarni bizda bo'lmaslikka harakat qilinadi va kelinglar Kober 5BB ga shuni payvand qilinganidan foydalanaylikda, o'zimizni xavf-xatardan asraylik. Sizlarga shularni to'g'ri targ'ib qilayotganinglar uchun katta rahmat.